Hammaga salom. Sizlar bilan Kral Avrupalarimiz pijamamda uyugan ekan mayli. Qani bo'lsa videoni boshladik. Necha bo'libdi? Nima? Kechga qoppanku. Maktab forma. Yarım saat ekan. Maktabga telefon oborib bo'lmaydi. Keyin olaylik. Yarım saat qo'yishim kerak. Ana. Kurchga yuraman bugun. Yangi ruchka olaman ketdi. 3000 turadi-ku. Ikkita maktabga olaman. Ketdi o'rtalar. Bor. Bugun maktablar ertaga ta'tilga chiqamiz. Hozir maktabga kira olmayman. Qurilish bo'lyapti. O'zi kreativga boshlayapti. Kreativ emas. Udrasizlar. Yomon qaranglar. Do'konchi? Ha. Menga ruchka beradi. Menga yangi chiqqan ruchkangizni beradi. O'zing ol. Xo'p, mana endi. Bitta olaman. Xo'p. O'zi menga bitta pechenye beradi. Hop. Mana bu yerda bitta pechenye. Uzr, babaga urasan. Uchta pechenye oldim. Hop. Ketdik do'stlar. Hay, vaqtli. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Bugun fizkultura bormi? Ha, bor. Fizkultura kiyimingni olib keldingmi? Ha. Fizkultura kiyimim qolib ketibdi-ku. Mayli. Assalomu alaykum ustoz. Rajabboy, keldingmi? Ha, keldim. Bor joyga o'tir. Bugun vaqtliroq kelsa endi 5 minutda kutasan. Xo'p. Birinchi soat nima? Birinchi soat shu menim aytmoqda edi. Birinchi soat deb qoldim-ku. Hozirmi birinchi soat matem. Xo'p. Ustoz? Ha. Igosani baholaysizmi? Hali darsga vaqt bor-ku. Qaytgancha do'stlar, men bajarmagan igosani ustoz eshitib qolmasa, sekinroq gapiraylik. Qani? Hozir ishlaymiz. Matematikada ruchkani olamiz. Qani? 2ga qo'shamiz 1ni. Barobar necha bo'lardi? Esimdan chiqib qolyapti. Barobar 3. Qani endi. Keyingi qo'yroq 6ga qo'shamiz 4ni. Barobar nechidi? Barobar 10 midi? 10. Ana endi joy ochamiz. 100dan ayiramiz. 100dan ayiramiz. Nechani? 90ni. Barobar necha 10. Bo'ldi. Ching'ir. Do'stlar bo'ldi. Do'stlar vaqt ham bo'ldi matematikadan.
Hamma uyga ashyolarni olib kelsin. Hop ustoz. Ustoz. Mana. Hop, ikki birdan qo'shamiz 3. To'g'ri. 6 ga 4 qo'shamiz 10. Juda ham to'g'ri. Undan 90 ayiramiz. Bu 10. Bu ham to'g'ri. Daftaringni ola qol. Hop ustoz. Hatta egoistifim 5 chiqdi. Mayli ustoz, yapashaylik. Ana endi fan daftarini olamiz. Egoistif daftarini yopamiz. Egoistif daftarini. Qani o'rtoqlar, mana ichkani olamiz. Yozamiz. Ustoz ayting. 111 ga qo'shamiz 45 ni barobar necha bo'ladi? 165. Ana endi 45 ga qo'shamiz 45 ni. 45 ga qo'shamiz 45 ni. Barobar 90. 90 yana endi 32 ga qo'shamiz 32 ni. Mayli, 32 ga 45 ni qo'shamiz. 32 qo'shamiz 45. O'rtalar barobar hisoblab ko'ray. 45 46 47 bo'lsa, mana 3 qo'shamiz 47 dan 57 67 87 bo'ladi. Menimcha 89 bo'ladi. Bo'ldi. Ustoz, bo'ldi. Qara opke. To'g'ri. Qani to'g'ri. Nega oxirisi xato? 87 bo'lish kerak. Senda nega 89? Bilmadim ustoz. To'g'ri emasmi? Mayli, bitta 5, bitta 4. Hop. Xonangizga kirib olaveraymi? Tezlashib ol. To'g'ri. Agar meni itarasan. Uzr ustoz. Ay ustoz, qayta itarmayman. Yomon urdi-da. Ay. Men ozgina pishirib oling. Yum. Chaqar. Xatolar zona qildi. Fizkultura. Yana bitta zona bor. Fizkultura kimni olib kelay? Juda yaqinda nazar. Hadi iyi bir yaşamalıyım. Yum. Ertesi gün tatil. Fizkultura kimler mi? Olamaz. Hasta o'zgartirib qara qilay. Yodini xayr. Yodni o'zgartirib o'tirmayman. Sumkamga solib qo'yay. Ustoz. Yo'q, ko'pmi? Chaqar. Bo'l yetib keling. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Bugün bu sefer bir yurt rasmi geç kaldık. Yok, mayli, senga fizkulturada futbol o'ynaysan. Hop. Ay, yiqilib tushdim. Astan javob so'rab ketamiz. Bugun
Sonra cidden kattım yaptı. Fişkildir ustası elledik bezdirdim. Hello. Uxlabolay. Bak, ortalama bir kun uxlab turdim va endi maktabga ko'ra 3-chi qism chiqishi oldindan bo'ylayman. Kecha aytaman sovuqning bu yerda maktabga qutilish bo'lyapti ekan. Albatta 3-chi qism chiqishi uchun menga 3-chi qism chiqishi uchun menga 15 ta obunachi va 15 ta yangi obunachi va shu video 30 ta like, 10 ta komment. Xayr.